Assalomu alaykum va rahmatullohi akalar. Bizga Mercedes 220 Himsga podirovka kelgan, polniy Himsga podirovka qilib, inshaalloh chiroyli qilib egasiga topshiryapmiz. Xo'p, mashina sotilar ekan. Chiqarilgan yili 2018 22 dizel turbo. Mashina родной окраскада deb aytayapti egasi. Inshaalloh mashinani bitta baho berib qo'yasizlar. Xudo xolasa, polniy родной окраскада ekan mashina. Так, бесключевой доступ, повторитель поворотниклari bor, elektropaket, память сидения, multirul. Mashinamizni probegi 47376 probegda ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Mashinamiz ideal holatda, koja holatlari ham zo'r holatda. Inshaalloh kim olsa ham maza qilib minadigan mashina ekan. Ko'ryapsizlar akalar. Chiroyli qilib, Himsga qilib uka sotaman, olgan odam mazza qilib minsin deb Himsga podirovka qilib, chiroyli qilib bering deb tashab ketdi. Biz buni chiroyli qilib, inshaalloh Himsga podirovkalarini qilib, tayyor qilib berdik. Inshaalloh. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Big Star Detailinga murojaat qilasizlar. Mashina bo'yicha nomerlarini qoldiraman egasini. Mashinani narxiga kelsak, $19,000 deyapti. Bez оформления. Mashina sveji kelgan, nomeri yo'q. Bez оформления. Egasiga telefon qilib, bemalol gaplashsanglar bo'laveradi.